Agar siz pensiya, nafaqa, moddiy yordam, kompensatsiya ustama yoki boshqa qo'shimcha to'lov olayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Endi yilgacha ayrim ma'lumotnomalarni yangilab topshirmasangiz, sizga berilayotgan qo'shimcha pul vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta hisob-kitobda kamayib qolishi mumkin. Men bugun oddiy tilda tushuntirib beraman. Qaysi 4 ta ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin? Kimlar bundan xavotir olishi kerak? Kimlarga bu tegishli emas? Qayerga murojaat qilish kerak va xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nimalarga e'tibor berish lozim? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato aynan hujjatni olishda emas, uni qaysi tashkilotga, qaysi muddatda va qanday mazmunda topshirishda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka pulini saqlab qolishga yordam beradi. Avvallari ko'p qo'shimcha to'lovlar odamning bir marta topshirgan hujjati asosida uzoq vaqt davom etaverardi. Masalan, odam nafaqa olayotgan bo'lsa, oilaviy ahvoli, daromadi, nogironligi, qaramog'idagi farzandi yoki aysh joyi o'zgarmagani har doim ham tez-tez tekshirishmasdi. Natijada kimdir haqiqatan yordamga muhtoj bo'lsa ham hujjati eskirgani uchun muammoga duch kelardi. Yana kimdir esa sharoiti yaxshilangan bo'lsa ham eski ma'lumot asosida qo'shimcha pul olib yurardi. Endi vaziyat boshqacha. Tizimlar raqamlashtirilyapti. Ma'lumotlar bazalari bir-biriga ulanmoqda. To'lovlar qayta tekshirilmoqda. Bu degani davlat yoki tashkilot sizga qo'shimcha to'lov berayotganda endi faqat og'zaki gapga yoki eski qog'ozga emas, yangilangan ma'lumotlarga qaraydi. Ayniqsa iyulga yaqin muddatlarda ko'p joylarda ma'lumotlarni yangilash, qayta tasdiqlash, ro'yxatlarni tozalash va to'lovlarni aniqlashtirish ishlari kuchayadi. Bu yerda eng muhim narsani tushunib oling. Har bir odamga bir xil hujjat kerak bo'lmaydi. Kimdir pensioner bo'lsa, unga boshqa ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Kimdir kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotgan bo'lsa, unga daromad va oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar muhim. Kimdir nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov olsa, tibbiy va nogironlik holati bo'yicha hujjat yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Kimdir bolasi uchun qo'shimcha to'lov olayotgan bo'lsa, bolaning o'qishi, yashashi yoki qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Men hozir aytadigan 4 ta ma'lumotnoma eng ko'p uchraydigan holatlar uchun kerak bo'ladi. Siz ularning hammasini olishingiz shart bo'lmasligi mumkin. Lekin aynan shu 4 yo'nalishdagi ma'lumotlar ko'pincha qo'shimcha to'lovni saqlab qolish yoki davom ettirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Birinchi muhim hujjat bu oila tarkibi, ro'yxatda turish joyi yoki yashash manzili bo'yicha ma'lumotdir. Nega bu muhim? Chunki ko'p to'lovlar odamning yolg'iz yashashi, qaramog'ida kim borligi, bir uyda nechta odam istiqomat qilishi, kim ishlashi va kim ishlamasligiga qarab belgilanadi. Masalan, bir ayol yolg'iz ona sifatida qo'shimcha yordam olayapti deylik. Avval uning qaramog'ida 2 farzand bo'lgan, biri 10 yoshda, biri 16 yoshda. Hujjat topshirilgan va yordam tayinlangan. Oradan vaqt o'tib, katta farzand bugundagi yoshga to'lgan, ishlay boshlagan yoki boshqa shaharga ko'chib ketgan bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumot yangilanmasa, tizimda chalkashlik chiqadi. Yordam to'xtatilishi ham mumkin, ortiqcha to'langan deb hisoblanishi ham mumkin. Yana bir misol, pensioner kishi yolg'iz yashagani uchun kommunal to'lovlar, parvarish yoki boshqa yo'nalishlarda qo'shimcha imtiyoz olmoqda. Lekin ro'yxatda uning yonida farzandi yoki nabirasi ham turib qolgan. Amalda ular boshqa joyda yashashi mumkin, lekin hujjatda bir manzilda ko'rinadi. Shunday vaziyatda tashkilot pensioner yolg'iz yashamaydi deb hisoblab, qo'shimcha to'lovni kamaytirishi yoki to'xtatishi mumkin. Bunday xatoni tuzatish uchun yashash holatini aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma, mahalla tasdig'i yoki tegishli organlardan olingan ma'lumot kerak bo'ladi. Bu hujjatni qayerdan olish mumkin? Odatda mahalla fuqarolar yig'ini, tuman hokimligi huzuridagi tegishli bo'limlar, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumot olish mumkin. Ayrim hollarda tashkilot o'zi elektron bazadan tekshiradi, lekin men doim maslahat beraman. Agar siz qo'shimcha to'lovga bog'liq masalada xavotirda bo'lsangiz, mas'ul xodimdan aynan qaysi shakldagi ma'lumot kerakligini oldindan so'rang. Bu yerda katta xato shuki, odamlar eski ma'lumotnomani olib boradi. Masalan, 2023 yilda olingan oila tarkibi haqidagi hujjatni 2025 yildagi qayta hisob-kitobga topshirishadi. Ko'p joylarda bunday hujjat qabul qilinmaydi. Chunki oila tarkibi
bir oy ichida ham o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotnoma yangi bo'lishi kerak. Qanchalik yangi bo'lishi kerakligini esa to'lov beruvchi tashkilotdan aniq so'rab oling. Ayrim joyda 3 kun ichida olingan hujjat so'raladi. Ayrim joyda 10 yoki 15 kunlik muddat talab qilinadi. Ikkinchi muhim hujjat bu daromad haqidagi ma'lumotnoma. Qo'shimcha to'lovlarning juda katta qismi oilaning yoki shaxsning daromadiga bog'liq. Kam ta'minlangan oilalarga yordam. Bolalar puli, moddiy yordam, ayrim kompensatsiyalar, stipendiya yoki subsidiyalar daromad mezonlariga qarab belgilanadi. Masalan, bir oilada ishlaydi, xotin uy bekasi, 3 nafar farzand bor. Oila bolalar puli yoki moddiy yordam olayotgan bo'lishi mumkin. Agar erning ish joyi o'zgargan bo'lsa, oyligi oshgan bo'lsa yoki qo'shimcha daromad manbai paydo bo'lgan bo'lsa, bu ma'lumot tizimda ko'rinishi mumkin. Shunda tashkilot yangi daromadni hisobga oladi. Agar daromad belgilangan mezondan oshib ketsa, qo'shimcha to'lov to'xtashi mumkin. Lekin agar odam daromad aslida vaqtinchalik bo'lganini, masalan bir martalik mukofot yoki kompensatsiya ekanini tushuntirib bera olsa, ayrim holatlarda qayta ko'rib chiqish mumkin bo'ladi. Boshqa misol, ayol tug'ruq ta'tilida ish joyidan daromadi vaqtincha kamaygan. Eski ma'lumotda uning oldingi oyligi ko'rinib turibdi. Yangi vaziyat esa aks etmagan. Agar u daromad haqidagi yangilangan ma'lumotnomani topshirmasa, tizim uni hali ham yuqori daromad olayotgan deb hisoblab, yordamni rad qilishi mumkin. Demak, ba'zan ma'lumotnoma pulni yo'qotmaslik uchun emas, aksincha haqli ekaningizni isbotlash uchun kerak bo'ladi. Daromad ma'lumotnomasini ish joyingiz buxgalteriyasidan, soliq organlari elektron xizmatlardan yoki tegishli davlat xizmatlari orqali olishingiz mumkin. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, daromad va soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar rasmiy ishlamasangiz, bu ham alohida ko'rsatilishi kerak. Men ishlamayman deb og'zaki aytish etmaydi. Ko'p hollarda bandlik bo'limidan ishsiz sifatida ro'yxatda turganingiz yoki rasmiy daromadingiz yo'qligi bo'yicha tasdiq talab qilinadi. Eng ko'p uchraydigan xato, odam faqat o'zining daromad ma'lumotnomasini olib keladi, lekin oiladagi boshqa voyaga yetgan a'zolar bo'yicha ma'lumot keltirmaydi. Masalan, oilada ota-ona, katta o'g'il va kelin bir uyda yashaydi. To'lov oilaning umumiy daromadiga qarab belgilanadigan bo'lsa, faqat otaning maoshini ko'rsatish yetarli bo'lmaydi. Katta o'g'il ishlasa, uning daromadi ham hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun sizdan oiladagi barcha mehnatga layoqatli shaxslar bo'yicha daromad ma'lumoti so'ralgan bo'lsa, buni jiddiy qabul qiling. Uchinchi muhim yo'nalish bu sog'liq holati, nogironlik guruhi, parvarishga muhtojlik yoki mehnatga layoqatsizlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Bu hujjatlar ayniqsa nogironlik pensiyasi, parvarish puli, tibbiy imtiyoz, dori-darmon kompensatsiyasi, ijtimoiy xizmat yoki ayrim ustama to'lovlar uchun muhim. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi, ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Mana shu yerda juda ko'p odamlar adashadi. Odam nogironlik guvohnomasi bor deb o'ylaydi, lekin uning amal qilish muddati tugagan bo'ladi. Tizimda muddat tugagani ko'ringach, qo'shimcha to'lov avtomatik tarzda to'xtashi mumkin. Keyin odam nega pul tushmadi deb pensiya jamg'armasi, mahalla yoki bankka boradi. Aslida muammo hujjatning muddatida bo'ladi. Masalan, bir kishi ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha qo'shimcha to'lov olmoqda. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yilga berilgan. U qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lgan sanani unutib qo'ydi. Iyul oyida to'lov qayta tekshirilganda hujjat muddati tugagan deb chiqadi. Natijada to'lov to'xtaydi. Keyin u qayta ko'rikdan o'tadi. Hujjatni yangilaydi, lekin oradagi vaqt uchun pulni qaytarib olish har doim ham oson bo'lmaydi. Ba'zida qayta hisob-kitob qilinadi, ba'zida esa muddatni o'tkazib yuborgani uchun yo'qotish bo'ladi. Yana bir vaziyat. Keksa ota yoki ona parvarishga muhtoj farzandi unga qarayotgani uchun qo'shimcha to'lov yoki imtiyoz olishga harakat qilmoqda. Bu yerda faqat men qarayapman deyish yetmaydi. Tibbiy xulosa, parvarishga muhtojlik bo'yicha hujjat shaxsning haqiqatan ham doimiy yordamga ehtiyoji borligini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjatda bu aniq yozilmagan bo'lsa, ariza rad etilishi mumkin. Bu hujjatlar uchun odatda oilaviy poliklinika, tibbiy maslahat komissiyasi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza organlari yoki boshqa vakolatli tibbiy muassasalarga murojaat qilinadi. Men tavsiya qilaman. Shifokorga borganingizda menga umumiy ma'lumotnoma kerak demang. Aniq ayting. Men qo'shimcha to'lovni davom ettirish
yoki tasdiqlash uchun sog'liq holatim bo'yicha ma'lumot olmoqchiman. Hujjatda qaysi tashxis, qaysi muddat, qaysi cheklov yoki parvarishga muhtojlik ko'rsatilishi kerak. Chunki noto'g'ri yozilgan ma'lumotnoma keyin qayta borib kelishga majbur qiladi. 4-chi muhim hujjat bu farzand, talaba, o'quvchi yoki qaramog'ingizdagi shaxs bilan bog'liq ma'lumotnoma. Ko'p qo'shimcha to'lovlarda farzandning yoshi, o'qiyotgani, kunduzgi ta'limda ekani, ota onasining qaramog'ida ekani yoki mustaqil daromadi yo'qligi muhim rol o'ynaydi. Masalan, oila 3 nafar farzand uchun yordam olmoqda. Katta farzand kollej yoki oliygohda kunduzgi ta'limda o'qiyapti. Ayrim to'lovlarda 17 yoshdan keyin ham farzand kunduzgi ta'limda bo'lsa, u oilaning qaramog'ida deb hisoblanishi mumkin. Lekin buni tasdiqlash uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar talaba sirtdan o'qiyotgan bo'lsa, qoida boshqacha bo'lishi mumkin. Agar akademik ta'tilda bo'lsa, yana boshqa holat yuzaga keladi. Yana bir misol, farzand 17 yoshga to'lgan, lekin hali ishlamaydi. Oliygohga hujjat topshirgan, imtihon natijasini kutyapti. Ota-ona u baribir mening qaramog'imda deydi. Lekin tashkilot hujjat so'raydi, u qayerda o'qiydi, qayerda ro'yxatda, daromadi bormi, ish bilan bandmi? Agar bu tasdiqlanmasa, oila tarkibidagi hisob-kitob o'zgaradi va qo'shimcha to'lov kamayishi mumkin. O'qish ma'lumotnomasini maktab, kollej, texnikum, oliy ta'lim muassasasi yoki elektron ta'lim tizimlari orqali olish mumkin. Muhimi, ma'lumotnomada ta'lim shakli, kursi, o'qish muddati, kunduzgi yoki sirtqi ekani aniq yozilgan bo'lsin. Chunki talaba degan umumiy so'z hamma joyda yetarli bo'lmaydi. Ba'zi to'lovlarda aynan kunduzgi ta'lim sharti bo'ladi. Qaramog'ida bo'lishni tasdiqlash uchun esa vaziyatga qarab boshqa hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. Masalan, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, vasiylik yoki homiylik hujjati, aliment bo'yicha ma'lumot. Ota yoki onaning vafoti haqidagi guvohnoma, nikoh yoki ajrashish haqidagi hujjat, farzandning yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Bu ro'yxat hamma uchun bir xil emas, lekin aynan farzand sabab qo'shimcha pul olayotgan bo'lsangiz, bu yo'nalishni albatta tekshiring. Endi muhim savol: hamma yugurib hujjat yig'ishi kerakmi? Yo'q, hamma ham emas. Agar siz hech qanday qo'shimcha to'lov, imtiyoz, subsidiya, moddiy yordam, ustama yoki nafaqa olmayotgan bo'lsangiz, bu ogohlantirish sizga bevosita tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar sizning to'lovingiz faqat asosiy ish haqingiz bo'lsa va unga oilaviy holat, daromad, nogironlik yoki farzand soni ta'sir qilmasa, sizdan bunday ma'lumotnoma so'ralmasligi mumkin. Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron tizimda to'liq yangilangan bo'lsa, tashkilot qo'shimcha qog'oz talab qilmasligi ham mumkin. Masalan, ayrim tashkilotlar soliq, bandlik, pensiya, FHD va ta'lim bazalaridan ma'lumotni o'z oladi. Lekin bu men hech narsa qilmayman degani emas. Siz baribir mas'ul tashkilotdan tekshirib qo'yishingiz kerak. Chunki elektron bazada xato bo'lishi, familiya o'zgargan bo'lishi, eski manzil qolib ketgan bo'lishi, farzandning o'qish holati yangilanmagan bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, bolalar puli yoki moddiy yordam oluvchilar, parvarish puli bilan bog'liq oilalar, talabasi bor oilalar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, rasmiy daromadi tez-tez o'zgaradiganlar va yaqinda oilaviy holati o'zgarganlar albatta tekshirishi kerak. Agar oxirgi 6 oy ichida sizning oilangizda nikoh, ajrashish, farzand tug'ilishi, farzandning 1-2 yoshga to'lishi, o'qishga kirishi, o'qishni tugatishi, ishga kirishi, ishdan bo'shashi, manzil o'zgarishi, nogironlik muddati tugashi yoki daromad o'zgarishi bo'lgan bo'lsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Aynan shunday o'zgarishlar ko'pincha iyulga yaqin qayta tekshiruvda ko'rinib qoladi. Eng birinchi nozik jihat bu ma'lumotnomaning amal qilish muddati. Odam hujjatni oladi, lekin 2 oy sumkada olib yuradi. Keyin topshirganda hujjat eskitib qolgan bo'ladi. Shuning uchun avval qaysi tashkilot qaysi muddatdagi hujjatni qabul qilishini biling, keyin oling. Ikkinchi nozik jihat bu hujjatdagi ism, familiya va pasport ma'lumotlari. Familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin o'qish joyida eski familiya qolgan bo'lishi mumkin. Yoki pasport yangilangan, lekin ish joyida eski ma'lumot turadi. Bunday kichik xatolar ham to'lovni kechiktiradi. Uchinchi nozik jihat bu bir uyda ro'yxatda turish va haqiqatan yashash masalasi. Ayrim to'lovlarda ro'yxatdagi manzil hisobga olinadi, ayrimlarda haqiqiy yashash holati ham o'rganiladi. Agar farq bo'lsa, mahalla yoki tegishli organ orqali aniqlashtirishga to'g'ri keladi. 4-nozik jihat bu ortiqcha to'lov xavfi.
Agar sizga eski ma'lumot asosida ortiqcha pul to'langan deb topilsa, keyin uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun hujjat topshirmasam ham bilishmaydi deb o'ylash xato. Hozir ko'p ma'lumotlar baribir elektron bazalarda ko'rinadi. Birinchi qadam, siz qaysi qo'shimcha to'lovni olayotganingizni aniqlang. Bu pensiyaga qo'shimchami? Bolalar pulimi, moddiy yordammi, kompensatsiyami, ish joyidagi ustamami yoki boshqa imtiyozmi? To'lov nomini aniq bilmasangiz, qaysi hujjat kerakligini ham to'g'ri aniqlay olmaysiz. Ikkinchi qadam. To'lov berayotgan tashkilotga murojaat qiling. Bu mahalla, pensiya jamg'armasi, ish joyi buxgalteriyasi, ijtimoiy himoya organi, bandlik bo'limi, ta'lim muassasasi yoki boshqa tashkilot bo'lishi mumkin. Ulardan aniq so'rang. 1 iyulgacha mening to'lovimni davom ettirish uchun qaysi ma'lumotnomalarni yangilashim kerak? Uchinchi qadam, hujjatlar ro'yxatini yozib oling. Og'zaki eshitib ketmang, iloji bo'lsa. Mas'ul xodimdan ro'yxatni qog'ozda yoki xabar orqali berishini so'rang. Chunki keyin yana bitta hujjat yetmayapti degan gap vaqtni olib qo'yadi. To'rtinchi qadam, eng tez eskiradigan hujjatlarni oxirgi navbatda oling. Masalan, daromad va oila tarkibi haqidagi ma'lumotnomalar ko'pincha yangi bo'lishi talab qilinadi. Shuning uchun ularni juda erta olib qo'ysangiz, topshirguncha muddati o'tib qolishi mumkin. 5-qadam. Topshirganingizni tasdiqlatib oling. Agar hujjatni qog'ozda topshirsangiz, kirim raqami, sana yoki qabul qilgan xodimning tasdig'ini oling. Agar elektron yuborsangiz, ariza raqami yoki qabul qilinganligi haqidagi xabarni saqlab qo'ying. Bu keyin to'lov kechiksa sizni himoya qiladi. 6-qadam, iyul oyidagi to'lovni albatta tekshiring. Pul tushdimi, miqdori o'zgardimi, kamaymadimi? To'xtamadimi? Agar o'zgarish bo'lsa, kutib o'tirmang. Darhol sababini so'rang. Ba'zan bitta noto'g'ri belgi yoki bazadagi xato uchun to'lov to'xtab qoladi. Lekin vaqtida murojaat qilsangiz, tezroq tiklanadi. 1 iyulgacha eng ko'p kerak bo'lishi mumkin bo'lgan 4 ta yo'nalishdagi hujjat bu oila tarkibi yoki yashash joyi haqidagi ma'lumot, daromad haqidagi ma'lumot, nogironlik yoki sog'liq holati bo'yicha ma'lumot, hamda farzandning o'qishi yoki qaramog'ida ekani tasdiqlovchi ma'lumotdir. Bu hujjatlar hammaga bir xil kerak emas, lekin qo'shimcha to'lov olayotgan odamlar uchun ularni tekshirib qo'yish juda muhim. Mening eng asosiy maslahatim. 1 iyulni kutmang, oxirgi kunga qoldirmang. Menga tegishli emasdir deb beparvo bo'lmang. Bitta eskirgan ma'lumotnoma yoki bitta yetishmagan hujjat sabab oyma-oy olayotgan pulingiz to'xtab qolishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar, kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, bolalar puli oluvchilar va talabasi bor oilalar bu masalaga jiddiy qarasin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Hujjat yetishmagani uchun to'lovingiz kechikkanmi yoki kamayganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda qaysi to'lovlar, qaysi imtiyozlar va qaysi hujjatlar bo'yicha alohida tushuntirishlar berishda davom etaman.